Eshitdingmi? Kim xafa qildi? O'zidan o'zi xafa qoldi. Qo'shningga yangi shimo bermadingmi? Aliga nima bo'lganini hali aytib bermadingmi? Tushunmayapman hech nimani. Men bilmagandim sizlarni. Alini yonida boshqa ko'rmay tushundingmi? Mana san Umidan oldida boshqa ko'rmay. Darsingizni bo'lishga majburman. Men bularni bitiruvchi sinf aqli kirib qolgan deb o'ylagandim. Lekin bular haligacha bir-biri bilan qo'lashmacha o'ynab yurishibdi. Bir qarasa bir-biridan arazlaydi, sochidan tortadi. U ham mayli bir-biriga kley surib, qitmirlik qiladi, Zarina. Lekin menga aynan shu ishni Zarina qildi deyishdi. Ustoz, Zarina qilgani yo'q, bu ishni men qilgandim. Kleyni bilmasdan surtib yuboribman. Agar bu maktabdan haydab yubormoqchi bo'lsangiz, meni haydab yubora qoling. Bo'ldi, kelasi safar yana agar mabog'ida shunaqa sho'xlik qilgili kelib qolsa, ikkalaringlar 2 barobar jazolanasizlar. Qo'yavering ustoz. Agar maktabdan ketish bo'lsa, mayli men ketaveraman. Bu maktabda kim ketishi, kim qolishini men hal qilaman. Hozir hammanglar o'qinglar yaxshilab. Ey, menga qara, navbat sanga. Sevib qolmadingmi Alini? Nimaga so'rayapsan? Tinchlikmi? Ishingni eplab qila olmayapsan. Nima? Hali Alini sevib qolsam, unga o'xshab meni ham o'ldirishni plan qilasanmi? Yog'i bilan ishing bo'lmasin. Pulingni olding-ku. Zarina lattani ko'rmadingmi? Jasur, sen chaqiryapti. Men sendan seriyozli latta so'rayapman. Bundan seriyozli latta yo'q Umida. Menga qara, o'sha Alining latta, xommi boshqa Jasur latta demagin. Xo'p, hazillashdim. Jasur qara. O'zim topaman. Ali kelsa, latta qattaligini ko'rsatib qo'yaman. Tiling chiqib qolibdimi? Zarina xafa bo'lma. O'ziga keyin qiziga yordam shon qilib turadi. Zarina bilan o'rtalarda nimadir bormi? Hozircha hech narsa yo'q. Ha, yo'q-ey.